Assalomu alaykum YouTube foydalanuvchilar, xormanglar charchaymizlarmi? Sizlar bilan mana o'zimning shaxsiy akvarium bo'yicha video roliklar olishga qaror qildim. Qanaqa boqyapman, nima qilyapman, nima bo'lyapti. Mana bugun bizda mana bu ulitkalar, bunaqa mayda ulitkalar, bularni kattasi bor. Hozir ular tuxum qo'yyapti. Bizga tuxum qo'yish jarayonini aynan sizlarga olib ko'rsatmoqchimiz. Mana bu yonida turgani eski tuxum. Bundan oldin kichkina ulitkan bor, o'sha qo'ygan. Ammo buni hozir ham katta qo'yib kelyapti. Shu jarayonni ko'ramiz. Mana tuxum chiqib, bir chekkadan taxlab kelyapti. Ko'rayotgan bo'lsa, mana bular ochiq bo'lishi kerak. Bular o'zi yana o'g'irlikda 8-7 kunda ochiq bo'ladi. Ammo mana bugun qo'yib chiqyapti tuxumni. Taxlab, ichiga yerimmasam bekara shuncha tuxum qo'yguncha qancha vaqt ketadi. Xo'sh, mana bu yerda onasi qaniydi? Mana hozirgi kichkina tuxumdan onasi mana bo'ladi. Mana bu go'dasi kichkina, o'shanga kamroq qo'ygan. Bu yerda mana bular o'sib kelyapti endi. Yo'qdigilar. Bizda mana bu endi nimalarimiz bor. Mana ko'ryaptimi? Plyusosiz antitsitrus borlari. Bular ham yaqinda ochib chiqdi. Juda ko'p, bir 80 tami 100 tami bor u. Bundan ko'p bo'lmasa. Nima, bu ham shunday qurdi. Bu ham papasha. Biz papashi, mana bu qoramiz ham papasha. Bu mana voyli anaqalan sitrus. Juda ham bir boshqacha emas. Ternetsa, Malneziya. Skadari bir dona qoldi, bechara o'lib ketdi buni qarindosh urug'i. Kimga akvarium haqidagi ma'lumotlar qiziq bo'ladigan bo'lsa, podpiska bosib, like bosib qo'yamiz. Kommentariydan chiqmasin albatta. Va hali oldinda bundan-da ko'p videolarimiz bo'ladi. Mana shunaqangi plyusoslarni qanaqa ko'paytirish, necha gradus qilish kerak, ham ulitkalarni qanaqa ko'paytirish hammasi haqida to'liq ma'lumot berib boramiz, xudo xolasa bundan buyog'iga. Qo'ng'iroqchani ham bosib qo'yishingizni chiqmasin, yangi videolarimizni o'tkazib yubormanglar.